Yangi mavsumga yangicha narx atigi $899 evaziga Hikmat Travel Umra ziyoratiga jo'natayotgan. Ya'ni iyun oyiga 15-iyundan 30-iyungacha reyslarimiz bor deyaptilar. To'liqroq ma'lumotni Abdukarim hoji akamizdan olib beramiz. Videoni boshlashdan oldin bir dona like bosib, bizni kuzatib turinglar. Hoji aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yangi mavsumni boshlayapsizlar. Atigi $899 dan Umra ziyorati deyapsizlar. Shu gap to'g'rimi? To'g'ri, boshlab oldik. $899 ga vizasi bo'ladigan bo'lsa $899, vizasi bo'lmasa $999 evaziga 14 kunlik umra paketini e'lon qilamiz. Ya'ni vizasi borlarga $899. Shunaqa. Bu viza qancha amal qiladi? Misol o'tgan yil borganlarga bu yil borsa, misol vizasi bor, to'g'rimi? Bizni firmadan borgan bo'lsa, hamma ziyoratchilarimizga turizm viza olib berganmiz, 1 yillik viza. 1 yil davomida 6 marta borsa bo'ladi. 1 yil davomida 6 marta borsa bo'laveradi. Shunaqa. Do'stlar, ko'rlang, agar vizalaring bo'ladigan bo'lsa $899 evaziga. Sharoitlarimiz qanaqa bo'lyapti, hoji aka? Ya'ni Makkadagi gastisalarimiz, Madinadagi gastisalarimiz. Madinada 300 metrdan boshlab 800 metrgacha bo'ladi. Eng uzoq hozirgi kunda 800 metr bo'lmaydi, 150 metrdan 300 metrgacha masofa bo'ladi. Madinadagi gastisa masofasi. Madinada hozir kun issiq, odam kam mahal. Hajdan keyin odam kamaygan mahal, ibodatga zo'r mahal hozirgi mahal. Hozirgi payt ya'ni mehmonxonalar yaqin bo'ladi. Ibodatga zo'r mahal. Shunaqa. Makkadagi gastisamizning masofasi qanaqa? Makkada Samalimiz mehmonxonada turadi asosan. 900 metr, 800 metr masofani tashkil qiladi. Borganlar biladi. Jannatul Maalla, ya'ni Hadicha onamiz qabrlarini oldi. Ya'ni 1 kilometrga borib bormaydi masofasi. Shunaqa. O'zbeklarimiz ko'proq borgandan keyin ibodatga kuch-quvvat kerak bo'ladi, oziq-ovqat masalasini o'ylaydi. Oziq-ovqatlarimiz qanaqa? Necha mahal? Madinada 2 mahal beriladi, nonushta berilmaydi. Makkada 3 mahal beriladi. O'zimizning milliy taomlar, mag'lonli oshpazlar o'zimizning milliy taomlar qilib berishadi. Nomerlar qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun bemalol telefon qilishlari mumkin. Xizmatlarimiz litsenziyalangan. Litsenziyalangan firma, ya'ni Hikmat Travel. Litsenziyalarimiz bor. Do'stlar, ko'rdinglar, endi savollarga ozgina javob berdik. Qisqacha video bo'ldi. To'liqroq ma'lumot olish uchun telefon nomer qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib, o'zingiz istalgan savollaringizga javob olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar.